Assalomu alaykum. Aslida bu videoda o'zim uchun yozyapman. Chunki bitta faylasufni gapi bor, mashhur faylasuf gapi. Hayoti davomida faqat ahmoq odamgina o'z fikrini o'zgartirmaydi deydi. Videoda yozishdan maqsad yillar o'tib balki adasharman, xatolarimni topib olish, qayerdadir adashgan bo'lsam, shu xatolarimni to'g'rilashga maqsad qilganman. Gap asosan siyosat haqida ketadi. Siyosat deganda endi shunaqa bo'ldiki, 10-11 yillardan beri siyosat haqida har xil axborotlarda, informatsiyalarda eshitib to'planib ketdiki, ovoz chiqarib gapirib olsam shu narsalarda sal yengillaymanmikin degan maqsadda yozyapman bu videoni. Endi siyosatni tahlil qilishdan oldin birinchi o'rinda propaganda. Propaganda o'zi nima? Ko'p eshitamiz. Davlatni qaysi tur sohada kimdir himoya qilyapsa, propagandist ekan bu. Yoki qo'pol qilib propaganda ekan deb qo'yishadi. Aslida propaganda bu har bir davlat uchun eng zarur narsa hisoblanadi. Eng zarur omil davlatni yashashi uchun, odamlarni birlashtirish uchun, bitta maqsad sari yo'llash uchun xalqni propaganda o'ta zarur, har bir davlat uchun zarur. Misol uchun Afrikaning любой davlatiga borsangiz, bu yerdagi propagandani eshitsangiz, misol Nigeriyaga borsangiz, Nigeriya eng zo'r davlat, kelajagi buyuk davlat degan propaganda, hatto xalq qashshoq bo'lsa ham shu propagandani yuritishi zarur. Usiz iloji yo'q, davlatni boshqara olmaydi. Rossiyaga borsangiz Rossiyada, Amerikaga borsangiz Amerika, вообще amerikanцы исключительный narod deb o'zbekcha исключительный tarjimasini topolmadim, tilimga kelmadi hozir. O'zlarini boshqalardan baland tushga harakat qiladi. Xullas hamma davlatning o'zini propagandasi bor, o'zini davlatini maqtab, hatto o'zingizni oilangizda ham, oilani ham agar bitta davlat deb hisoblasangiz, 4 tami, 5 tami, 6 tami farzandingiz bo'lsa, shu farzandlaringizni bitta yo'nalishga solish uchun qanaqadir o'zingizni yo'nalishingizni berasiz, ana shu propaganda bo'ladi. Qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar, o'sha davlatning propagandasini ko'rib chiqib, xulosa chiqarish kerak o'zi aslida. Nima mumkin-u, davlat nimani xohlayapti? Agar biznes sohasida borgan bo'lsangiz, o'sha propagandasini o'rganib chiqishga majbursiz. Chunki u propagandadan chekkaga chiqib ketsangiz, siz u yerda har xil tazyiqlarga uchrashingiz mumkin. Biznesingiz yurmasligi mumkin. Xullas, propagandaning dunyodagi eng kuchligi Amerikada. Undan keyin balki Rossiyadir. Men biron narsa deya olmayman, u to'g'risida-yu, balki solishtirishga hali uncha u darajada bilimim yo'q. Ammo Amerika butun dunyoga o'zini propagandasini tarqata olgan davlat. Bu sohada Amerikaga teng keladigani yo'q. Ayniqsa internet chiqqandan keyin o'zlaridagi hayotni endi jannatdek qilib ko'rsata oladigan davlat bu Amerika. Buni hamma tan olsa kerak, chunki amerikanskaya mechta deb, Amerika orzusi deb butun dunyoda milliardlab odamlar topiladiki, Amerikaga borsam, ana shu yerda zo'r hayot kechiraman degan fikri bor odamlar kam emas. Endi bu propagandani har xil yo'lga ishlatadiganlar bor. Aytaylik, davlatni ravnaqi uchun ishlatilgan propaganda, misol uchun mana O'zbekistonda olaylik. O'zbekistonda televideniyani ko'rganlar, propaganda bo'lib ketdi televideniyada, u bu deydi. O'zbekistonda eng oddiy, sodda va xalqni birlashtirish uchun bo'ladigan propaganda bo'ladi, xolos.
davlat qilayotgan ishlarni ko'rsatadi. 5 ta ish o'rnini ajratsa ham televideniyada chiqarib, mana bunaqa ishlar qildik, u qildik, bu qildik. Bu haligi hech kimga ziyoni tegmaydigan propaganda. Boshqa hech qaysi davlatga yoki shu o'zini xalqiga ziyoni tegadigan propaganda emas. Endi propagandalar bor. Kimlargadir ziyon keltiradigan propagandalar. Propagandani o'zbekchasini tashviqot bo'ladi. Uni tashviqot deganim bilan ko'pchilik tushunmasa kerak buni. Xullas, propagandani o'zini manfaatiga yo'naltirib olgan davlatlardan biri ham Amerika bo'ladi. Uni izidan Yevropa ham. Uni orqasidan Rossiya ham shunga qarab ketib qoldi. Beayb parvardigor deydi. Har bir inson, hatto u prezident bo'lsa ham o'ziga yarasha ayblari bor, xatolari bor. Bexato davlatni boshqaradigan bo'lsa, u davlatlar gullab ketgan bo'lardi. Hatto Amerika ham o'ziga yarasha muammolari bor. Mana hozirda 40 trillionga yaqin davlat qarzi bor. Albatta buni ular qaysidir yo'llar bilan yopib yuborishi mumkin, boshqa bankrotство e'lon qilib, boshqa qilib yopib yuborishi mumkin, lekin ishlari zo'rmasligidan dalolat beradi. To'g'ri, katta pul sarflashyapti, butun dunyoda so'rib yotibdi. Mana yaqinda Trump nagli o'zini Amerikani nima desam bo'ladi, niyatlarini oshkor qildi. Misol, Venezuelani boshqarish, Kubani boshqarish, Grenlandiyani olib olishga harakat qilyapti. Bor narsalarni ochiq oydin aytib qo'ydi. Hali oldin shu davrga chovur bekitib, niyati shunaqa bo'lsa ham, qandaydir demokratiya, bu joyda demokratiya yo'q, u yerda unaqa yo'q, bunaqa yo'q deb yashirin tarzda ish olib borishardi. Endi Trump ochiq oydin chiqib bordi. Bu albatta haligi bir tomondan yaxshi, ochiq oydin niyatini ko'proq odam biladigan bo'ldi. Undan oldin bir 2 yilcha oldin USAID degan bitta fond bor edi. Amerikaniki, dunyodagi qiynalayotgan davlatlarga yordam berish niyatida ochilgan fond edi o'zi. Uni ham kirdikorlarni Trump ochib yubordi. Trumpga qarshi qanaqadir gaplar qilishgan ekan, ochib yubordi. Shunda ma'lum bo'ldiki, Rossiyani o'zida 300 mingta ularda agenti bo'lib, u agentlar aytaylik, bitta ham video chiqsa, Putin to'g'risidan, misol, zakaz bo'yicha-da, buyurtma bo'yicha Putin to'g'risida bitta ham video chiqsa, hafta davomida 300 ta post qoldiradi, ya'ni kommentariy yozadi. Putinni yomonlab, Rossiyani yomonlab, shuni rasmga olib tashlab beradi. 300 ta kommentariysiga $150 pul olardi ekan. O'zbekistonda yo'q deb o'ylaysiz bunaqalar. O'zbekistonda ham mashinacha, chunki kommentariylarni o'qib turib, ba'zi bir siyosiy sharhlarga kommentariylarni o'qib turib, bor ekan degan fikrga kelasiz, baribir iloji yo'q. Maqsad har bir davlatda, O'zbekiston ham tabiiy boyliklarga juda boy davlat. Maqsad ana shu davlatlarda, ayniqsa tabiiy boylikka boy davlatlarda qanaqadir ichki nizolar chiqarish va u yerda notinchlik kelib turib, notinchlik yuzaga keltirib turib, shu yerda Amerika aralashib kelib, asosiy manbalarda, misol uchun eng katta pullar aylanadigan zonalarda o'z qaramog'iga o'tkazish. Xuddi lekin jamoatchilik nazarida xuddi Amerika yordam bergan, qandaydir hali tinchlikni yuzaga keltirgan, ruscha gapirganda mirotvorец vazifasida yoki dunyo sherifi, dunyoda melisasi o'zbekcha qilib aytganda, shunaqa maqomga chiqmoqchi bo'lgan Amerika. Faqat Amerikani yomonlab olish ham qandaydir odamlarga erish tuyulishi mumkin.
Amerika ham qaysidir ma'noda dunyoda rivojlanishiga o'ziga yarasha hissa qo'shgan davlat. Ko'p yangiliklar kiritgan, qanaqadir texnologiya bo'yicha qanaqadir umuman jamoatchilikka zarur narsalarni ko'pini ixtiro qilgan juda ham kuchli davlat. Hatto o'zini pulini butun dunyoga o'tadigan darajaga olib kelgan. 70-yildan 85-yilgacha juda ham siyosiy jihatdan juda ham kuchli prezidentlar o'tirgan. Ular haligi strategiyasi o'ta kuchli bo'lgan, dunyoni o'ziga qarata olgan davlat. Lekin undan keyin prezidentlari ozgina nafsini tiya olmadi-da. Kelayotgan daromad ularga yetib, oshib, toshib ketadigan darajadagi daromadni ular yana ham ko'paytirishga harakat qilib, noto'g'ri ishlarga ko'p qadam qo'yib qo'yishdi. Shulardan bittasi, misol uchun SSR tarqatib yubordi, bo'pti, u o'zini yo'liga. Endi Rossiyani ham bo'lib olmoqchi bo'lishyapti. Lekin ko'p narsalarni hisobga olishmagan. Rossiyani tarixini. Tarix bu davlatni ko'zgusi sifatida, ya'ni tarixga qarab turib bu davlat nimalarga qodir, nimalar qo'lidan kelmaydi-yu, nimalar qo'lidan keladi. Shunaqa narsalarni e'tiborga olishmadi. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, o'rislar shu davlat tashkil topgandan beri har 100 yilda 2 marta, 3 marta urush qilib kelgan. Ya'ni xalqi urushga ularda bitta maqoli bor. Хочешь мира, готовься к войне. Tinchlik xohlasang urushga tayyorlan degan prinsip bo'yicha davlat tashkillashtirilgan. Har qanday urushga tayyor va yana bitta narsasi borki, ruslarda vatanparvarlik, ya'ni patriotizm har qalay hozir oldingi darajada bo'lmasa-da, lekin boshqa Yevropa mamlakatlari yoki Amerikadagi askarlardan ko'ra vatanparvarlik ruhiyati hali bor. To'g'ri, Ikkinchi jahon urushi paytlarida bu o'ta kuchli bo'lgan ruslarda. Borida. To'g'ri, sotqinlar ham juda ko'p bo'lgan. Haligi dezertir nemis tarafiga o'tib ketganlar ham o'ziga yarasha ko'p bo'lgan. Ayniqsa Ukrainada banderchilar, boshqalar ko'p bo'lgan, lekin vatanparvar o'ta vatanparvar bo'lgan. Juda ham hali o'zini jonini berishga tayyor deydi-yu. Haligi to'g'ri ma'noda jonini berishga tayyor odamlar ortiqcha ko'p bo'lgan. Faqat shuni hisobiga SSR Germaniyani yutgan. Usiz u paytdagi qurollar o'rta hol, hozirgiga nisbatan o'rta hol qurollar bo'lgan. Faqat qurol bilan bitta urushni yutadigan emas, asosiy manba vatanparvarlik bo'lgan. Jon kuydirish bo'lgan. Shuni hisobiga yutgan. Endi hozirda ham har qalay ularda avlodi hali butunlay qirilib ketgani yo'q. Vatanparvar Rossiya fuqarolari bor. Ukrainadagi urushga keladigan bo'lsak, Ukrainadagi urushda agar Ukraina yolg'iz qolganda Yevropa bilan Amerika bularga podдержка qilmaganda, bilmayman, 1 oy bo'lar, 2 oy bo'lar, 15 kun bo'lar. Ukraina undan ortig'iga chida olmasdi Rossiyani bosimiga. Faqat o'sha NATOda ofitserlari, qurollari, balobattar shular hisobiga, ularning taktikalari hisobiga aslida urush Ukraina bilan Rossiya emas, NATO bilan Rossiya o'rtasida urush bo'lyapti. To'g'ri, NATO 100% qilmayapti. O'zi urushga kirmayapti-yu, lekin urushni 70-80% NATOning quroli, NATOning texnikasi, NATOning ofitserlari, ya'ni strateglari hammasi birgalikda
shu Ukrainadan faqat odam kerak bo'lyapti. U ham yetmasdan u notinch mamlakatlardan yollanma askarlar kelishyapti. Ayniqsa Kolumbiyadan ko'p kelyapti. Gruziyadan kelyapti. U yoqdan bu yoqdan xullas odamni ham ashuna qilib to'ldirishib, bir narsalar qilib, hatto soldatlar ham kelyapti Yevropadan. Xohlovchilar urusda rusofobiya deb ruslarni juda yomon ko'radigan odamlar, haligi propaganda shunaqa bo'lganda ruslarni yomonlab miyasiga qo'yib yuborgan. Endi urushni sabablari deydigan bo'lsak, Ukrainada aslida o'zi Amerikada Pentagonda 86-yili Ukraina bo'yicha maxsus bo'lim ochilgan. Manbalardan ko'rsanglar bo'ladi. Maxsus bo'lim ochilganda Ukrainada qanaqa siyosat olib borish to'g'risida, nima qilish to'g'risida, kim qaysi odamlarga stavka qo'yish, ya'ni kimlarni poddersha qilish, kimlarni yo'qotish to'g'risida ko'p bosh qotirishgan. 91-yil Ukraina alohida bo'lgandan keyin oldingi banderchilar, ya'ni Ukrainani o'zini natsionalistlari, shularga mana Azov deb gruppa tuzishgan, birlashma tuzishgan, yana bir balolar, endi xullas ko'p unaqa nimasi. Shular bilan aloqalar o'rnatib, ularni poddersha qilib turgan, pul bergan, boshqa qilgan, o'zlari nagli shuni tan olishdi, boshqa qilishdi. Xullas 2014-yilga kelib davlat to'ntarish qilishib, o'zlarini odamlarini qo'yishdi, Poroshenkoni. Shu orada Donbass bunaqa siyosatga qo'shilmaymiz degan ma'noda ajralib olishga harakat qildi. Shu propaganda shunaqa bo'ldiki, hatto darsliklar o'zgartirildi. Ba'zi bir ukrainaliklarda mana videolarni ko'rib qolaman. Shunaqangi miyasini tozalab olganki, hatto Rossiyada unitaz ham yo'q deb ishonadigan ukrainaliklar ko'p. Bu endi qanday desam bo'ladi? O'ta ommaviy deydimi yo boshqa deydimi, lekin miyani tozalash bo'yicha bu Amerikani propaganda sohasidagi juda katta qadam. Odamlarni shu darajada haligi nima deydi, ongini pasaytirib shu gaplarga ishonadigan darajadagi olib kelib qo'yish ham bu katta mahorat. Ongi fikri bor odam hech qachon boshqa davlatni juda ham past ahvolda deb o'zi borib ko'rmaguncha unaqa hayol qilmasligi menimcha maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Endi shu haligi chat ruletkalarda ko'rib qolaman, hatto shu darajada qilyaptiki, Qora dengizda qadimgi ukrainlar qoshiq bilan kavlagan desa, qanaqa bo'ladi bu desa, yo'q, Afrikadan negerlardan kelib negerlarga kavlatgan deyapti. Shu darajada ongini shu darajaga olib kelib qo'yganligidan xulosa chiqarib oling. Bir inson maktabda o'qigan, bir normalniy o'qigan, o'rtacha o'qigan, 2 o'qigan bo'lgan chog'ida ham dengizni inson yaratmaganligini, inson kavlamaganligini ahli yetadi. Lekin ukrainlarni shu darajada ongini pasaytirib olgan. Faqat ularning fikrida Rossiya yomon, Rossiyaga qarshi urushish kerak. Shu. Undan boshqa narsa hayoliga kelmaydigan darajaga olib kelib qo'ygan Ukraina xalqini 60-70%. To'g'ri, ukrainlar ham hammasi haligi omma demoqchi emasman, ukrainlarda ham aqllilari bor. Hech qaysi xalqni butunlay omma deyish bu ahmoq ishi. Shu darajaga olib kelib qo'ygan. Bu propagandani ishi, ya'ni Ukrainada shunaqa propaganda bo'lganki, hatto darsliklari ham faqat shu Ukraina eng oliy millat, ukrainlar balon. Aslini olganda tarixga qarasangiz, bular slavyanlar, Rossiya, Ukraina, Belorussiya почти bitta davlat bo'lgan. Faqat Shevada jicha farq qilgan.
bizda misol uchun mana Xorazm shevasi, Andijon shevasi, Toshkent shevasi degandek, shunga o'xshash sheva farq qilgan xolos Ukraina bilan Rossiyada. Qadimiy Rossiyada Kiyevska Rus deb vaqti kelsa Rossiyani poytaxti Kiyev bo'lgan. Buni ular darsliklaridan chiqarib yubordida, Rossiyaga qarshi gijgijlash maqsad, asosiy maqsad, hatto shu 90-yillarda ham Margaret Thatcher Железная ledi degani bo'lardi. Undan tashqari katta siyosatchilar Rossiya juda katta yer egallab olgan, uni boshqalar bilan bo'lishish kerak degan fikrni oldiga surishardi. Bu albatta sekin-sekin haligi nima bo'ladi, yuzaga kelishni boshladi. Shunga harakat, uzoqlardan harakatlar boshlanib, shu narsaga intilish, Rossiyani bo'lib tashlashga intilish juda katta anaqalar bo'ldi, harakatlar bo'ldi va oxir-oqibat shu Ukrainadagi urushni gijgijlab yurib Rossiyani hujum qilishga majbur qilishdi deb hisoblayman men. Balki men haligi faqat o'zimning fikrimni aytyapman, balki adashayotganimdan, gap nimada emas. Xullas ular Rossiyani majburlab shu holatga kelishdi. Rossiya majbur bo'ldi shu yerda urush boshlashga, lekin ehtiyotkorlik bilan urush olib boryapti. Unaqa to'laqonli urush olib borish uchun Rossiyada imkoniyat ham yetarli, qurol yarog' ham yetarli, salohiyat ham bor. Albatta Rossiyani cho'zilib ketishi 4 yil, 5 yildan beri ular yutmaganligi, buni siyosiy sabablari bor. 100% hammasini bilmayman, lekin bular katta urush bo'lib ketmasligi uchun Yevropa va Amerika adashayotganini tushunib yetishini kutayotgan bo'lish ehtimoli bor. Rossiyani deb oqlarish niyatim yo'q. Men o'zbekman, O'zbekistonlikman. Qonim o'zbek. Rossiyani deb yaxshilash yoki boshqa niyatim yo'q. Bir mahalla Rossiya O'zbekistonni mustamlaka qilgan, SSR tarkibida bo'lganmiz. Nimalardir olib ketgan, nimalardir bergan Rossiya. Bu tarix bu. Tarixni olib tashlashning ilojisi yo'q. Kattalar aytib, ulamolar aytadiki, o'tgan ishga salovat aytish kerak deydi. Tarixni deb kavlab, ayniqsa hozirgi blogerlarda ko'pida ko'ryapman yoki kommentariylarda o'qiyman, siyosiy nimalar bo'lsa, videoroliklar bo'lsa, bolshevoylar o'qib olgan, ruslar o'qigan, o'qigan deb ko'p odamlar qahr bilan yozishadi. Tarixga qahr qilish bu yaxshi alomat emas. Men Rossiyani oqlash uchun gapirmayapman. Bu Rossiyani aybi bo'lgan, lekin Allohning irodasi. Har bir ish, hatto bir chumoli bitta cho'pni bu chetdan u chetga olish uchun Allohning izni kerak. Har bir yomon ishda yaxshi gumon qilish kerak. To'g'ri, Rossiyani bizni mustamlaka qilgani yaxshi ish bo'lmagandir, lekin yaxshi gumon qilish kerak. Chunki o'sha paytda 1860-yillarda Angliya bilan Fransiya O'rta Osiyoga ko'z olaytirib qolgan edi. O'sha paytda Fransiya ham, Angliya ham Rossiyani ashaddiy dushmanlari edi. Rossiya buni qanday desam bo'ladi? O'rta Osiyo Rossiyani biqinida endi hisobga olganda. Dushmanlari qo'liga o'tib qolishidan oldini olib, O'rta Osiyoni bosib olgan. Endi agar Angliya bilan Fransiya bosib olsa yaxshiroq bo'larmidi degan fikrlar ham yo'q emas. Yoki o'sha ikkinchi jahon urushida Germaniya bosib olganda Mercedeslarda yurardik degan fikrlar ham yo'q emas. Ammo
bu Allohning irodasi. G'alabani SSRga, Rossiyaga berdi. Shu oldingilarida ham O'rusga berdi. Balki musulmonlarni undan yomonidan saqlagandir degan fikrda, degan gumonni o'rtaga tashlamoqchiman. Balki shunaqadir. Bu Allohning irodasi. Siz bilan bizga bog'liq narsa emas. Alloh shuni xohlabdiki, shunday bo'pti. Uni ha deb Bolshevoy o'qigan, Bolshevoy bu qilgan deyish noto'g'ri. Bu tariximiz bo'lib o'tib ketdi. Nima qilgan bo'lsa ham millatchilik qilish o'zi yaxshi alomat emas. Millatchilik qilish o'ris yomon yoki qozoq yomon yoki nemis yomon yoki amerikaliklar yomon deyish o'zi noto'g'ri fikr o'zi. Aslida hamma yerda xalq bir xil. Ob-havoni hosil qiladiganlar siyosatda tepasiga chiqib olganlar. Ular qandaydir fikr, hali shunaqa odamlar borki, bitta fikrni ilgari suratda, lekin uni asoratlari, natijalarini 100% anglay olmaydi. Shunaqa siyosatchilar juda ham ko'payib ketgan. Ayniqsa hozir Yevropada Trumpni ham bir yaxshi siyosatchi deb hisoblamayman to'g'risi. U ham emotsiyalarga tayanib bir qaror chiqaradigan odam. Bir haligi aqliy jihatdan bitta ishni shunday qilsak, asoratlari qanaqa bo'ladi, natijalari qanaqa bo'ladi deb o'ylab ko'ra oladigan odamga o'xshatmayman. Balki adashayotganman. Adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Yevropada mana siyosatchilarni chiqishlarini eshitib turib, men hayron qolyapmanki, hatto boshqa davlat prezidenti, xoh u Putin bo'lsin, xoh Eronning prezidenti bo'lsin, xoh Siriyaniki bo'lsin, hatto diplomatiya degan fanni esdan chiqarishib o'rgan. So'kinishlarga yo'l qo'yib olyapti. Zelenskiy ham misol uchun, boshqasi ham qo'pol gaplashishyapti. Bu diplomatiyada yo'l qo'yilib bo'lmaydigan narsalar. Diplomatiya bu alohida bitta fan, bu san'at bu. Diplomatiyada qanday desam bo'ladi? Adabiy til bilan chiroyli qilib, so'kmasdan gap bilan, kerak bo'lsa shapalaq bilan tortib yuborish mumkin. Buni so'z topa bilish kerak. Diplomat bo'lish uchun inson oldin filolog bo'lish kerak. O'zini tilini shu darajada chuqur bilish kerakki, gapni joyiga olib borish kerakki, so'kinmasdan, hech qanaqaligi bir noto'g'ri gaplarni gapirmasdan, oddiy inson tilida, adabiy tilda chiroyli qilib olib borish kerak. Shuni ham eplasha olmay qoldi. Sabab buni diplomatiya sohasida Xitoy va Rossiya juda ham haligi oliy darajada ishlayapti deb hisoblayman. Yana bir bor aytaman, Rossiya tarafini olish emas. Buni o'zinglar ixtiyoriy siyosatchisini nutqlarini tinglab ko'rsangiz, bironta so'kinish yoki anaqa bir qo'pollik, baqir-chaqir qilish yo'q. Bu chiroyli qilib gapiryapti. U to'g'ri, noto'g'riligi, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'riligi u ikkinchi darajali masala. Buni keyin vaqt ko'rsatadi. Qaysi biri to'g'ri gapiryapti-yu, qaysi biri noto'g'ri gapiryapti. Faqat diplomatiya darajasida haligi nima deydi? Qolipdan ketmasdan gapirayotgani shular demoqchiman xolos. Kimdir haligi noto'g'ri gapni diplomatik tarzda yetkazayotgandir, kimdir to'g'ri gapni. Bunisini vaqt soati kelib o'zi bilinadi. Ha, mana to'g'ri gapirgan ekan, mana noto'g'ri gapirgan ekan deb vaqt ko'rsatadi. Shu sohada diplomatiya fani Rossiyada yaxshi rivojlanganligi, juda ko'p diplomatlari, misol uchun Vasiliy Nebenza, yana juda ham ko'p, hammasini Lavrov, Putinning o'zi,
почти har kuni jurnalistlar bilan muloqotda Putin. Jurnalistlarga bor nima siyosat qilayotganligi, qanaqa qilayotganligini gapiryapti. Bu albatta to'g'ri. Hech qaysi davlatni prezidenti Putin darajasida jurnalistlar bilan, xalq bilan muloqotga kirmayapti. Chunki o'zini qora ishlarini biladi. Putin ham balki bilar, lekin boshqa davlatlarning prezidentiga nisbatan u har qalay o'ziga ishonadi. Shu tomoni yaxshi. Endi u tashqi siyosat, ichki siyosatda Rossiya ham bitta katta xatoga yo'l qo'ydi. Bu ham emotsiyaga tayanib bo'lgan narsa. Bu hali vaqt soati kelib ularga ko'rsatadi bu narsani. O'rta Osiyodan borayotgan migrantlarni ruslarda bir gap bor. Bitta ish boshlagansa, не руби с плеча deydi. Qattiq ovorma, sekin-sekin ol deydi. Urush boshlangandan keyin aytdi migrantlarga ko'p qo'yib yubordi. To'g'ri, bunga qanaqadir haligi ilmoqlarda o'zimiz migrantlarni o'zidan ham chiqdi bu narsa-yu. Haligi Krokusda tojiklarni pastava qilishdi, nima qilishdi. Endi har qalay tojiklar asosiy mishenda tojiklar bo'lib qoldi. Keyin generalni o'zbek portlatdi. Ya'ni butunlay hamma migrantga tashlab qoldi. Bular o'yladiki, Hindistondan, Pokistondan, Afrika davlatlaridan, Severniy Koreyadan migrant olib kelish hech narsa emas degan fikrga kelib qolishdi. Balki ular ham ishlab ketar. Men bir narsa demoqchi emasman. Lekin ular Rossiyani oddiy hayotini o'zgartirib yuborishi ehtimoli yo'q emas. Misol uchun o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq boradimi yo'qmi, turkman boradimi yo'qmi, ozozdan ular ham boradi. Bular har qalay SSR davrida, 70 yil SSR davrida yurib, mentalitet, til borasida har qalay o'rislarga yaqinlashib qolgan edi. Shuni hisobiga bular haligi u yerdagi turmushni o'zgartirib yuborish niyatida bormagan. Faqat pul topish, ishlash, pul topish, kelishib ishlash, shu maqsadda borgan odamlardi. Endi Hindistonliklar kelsa, ham Pokistonliklar kelsa, misol uchun o'zbek bilan tojik dinimiz bir, bunaqamiz bir, bitta joyda yashaymiz deb turib ham Moskvalarda qancha janjallar bo'ldi. Tojik bilan o'zbek o'rtasida katta urushlar bo'lib ketdi. Arzimagan narsani deb. Endi Pokiston bilan Hindiston o'zi urushib turgan davlatlar bo'lsa, bular Rossiyaga kelib turib bitta ozgina chaqmoq kerak xolos ularni o'zaro katta urushlar qilib shunaqa tomoni, lekin ularning mentaliteti umuman boshqa. Biz umuman haligi bunaqa narsa mumkin emas degan narsalarda ham qiladigan odamlar. Mana videolar chiqyapti, tualetda o'tirib ovqatlanishyapti, boshqa qilyapti. Bu haligi nima deydi? Bu biz uchun o'ta bir haligi yovvoyi odamlarga o'xshagan odamlar. Chunki Hindistondan Rossiyaga kelayotganlar ko'proq hamma yo'ldan taqib qolganlar kelyapti. Misol uchun Hindistonliklar Arabistonga boradi, yana qayerlargadir dunyoda boshqa davlatlarga borib ishlab keladigan odami ko'p. Hindistonda ham 1,5 milliardga yaqin aholisi bor. Pokiston ham juda ham aholisi ko'p davlat. Ular ham mana shu Arabiston davlatlariga borishadi, rivojlangan davlatlarga borib ishlab, o'sha yerlardan deportatsiya olib, o'sha hamma yo'lda ishkal qilib, endi boshqa yo'l topolmagan joyida Rossiyaga kelyapti. Ular mehnat qilib bir ish ko'rsatadimi, yo'qmi, u yoq Allohga ayon. Lekin buni mumkin edi qilish. Lekin birdaniga emas, ozozdan, sekin-sekin shu mentalitetga ko'niktirib, ozozdan odam olib kelib, o'sha birinchi kelganlar rus tilini o'rganib,
yoki bir haligi nima deydi, mentalitet tushunib yetib, keyin orqasidan kelgan odamga o'rgatib tura oladigan odamlari bo'lsa, unda yo'rig'i bo'lar edi. Birdaniga hech kerak mana deb 10 mingta, 100 mingta odam olib kelib olish, bu hali katta katastrofalar olib kelish ehtimoli bor. Rossiyani ham xatolari ko'p. Endi o'zimizni O'zbekistonga keladigan bo'lsak, shunaqa millatchilarga ehtiyot bo'lamiz. O'ylaymanki, meni ko'rib turganlar axloqi joyida odamlar to'g'ri xulosa chiqarishadi meni videoimdan ko'rib qolsa. Aslida o'zi hech kim ko'rmasa, yana ham xursand bo'laman. O'zim 5-6 yildan keyin ko'rib, natijalar bo'ladi. Shu natijalarga qarab, xatolarim bo'lsa o'zim to'g'rilab olaman degan maqsadda yozdim bu videoni. Chunki har qanday ishni boshlanishi bo'lgan kabi oxiri ham bo'ladi. Demak, o'sha G'azodagi urush ham, Ukrainadagi urush ham bir kun emas, bir kun nihoyasiga yetadi. Natijalar qanaqa bo'ladi, faqat Allohga ayon. Men faqat o'zimcha o'ylab yurgan fikrlarimni aytdim xolos. Shuning uchun aytmoqchimanki, men bir analitik emasman yoki bir diniy, Allohga ayon deb diniyda bir fatvo chiqarayotganim yo'q. Faqat eshitganlarimdan o'zimni mulohazalarimni aytib qo'ydim. Qayerlardadir adashgan bo'lsam, shuni to'g'rilayman vaqt soati kelib. Balki bu yerda eng katta gunohkor Rossiyadir, balki Amerikadir. Uni vaqt ko'rsatadi. Oxiri yaxshilik bilan tugashiga umidvormiz. Hammamizga ham Alloh barakot bersin, tinchlik bo'lsin, salomatchilik bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Alloh o'zi yaxshi deb bilgan narsalarni hammamizga ato etsin. Salomat bo'lasizlar.